Mana xudo xolasa to'liq ishni yakunlab, ishlarni tugatdik va endi bu yerga 5 yil qilib yozib qo'yishgan garantiyasini, lekin buni men o'ylab dastavka ustunovkalar bepul Toshkent va taraflarga aloqa chiqishadigan bo'lsa, razmerlarga qarab, joylarga qarab. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana navbatdagi obyektimizda ishlarni ustunovka bilan yetib kelganmiz. Bu manzilimiz Namangan viloyati Namangan shahriga, hop, mana shu joyimizga navesimiz bor. Bu tashqariga darvozaga bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyimizni to'liq holatda mana bu joydan naves qilib yopib beryapmiz. Xudo xolasa high-tech uslubdagi inshaalloh ustunovkalarga shu joyga nishib chiqishlar haqida ma'lumot beramiz. Tepa qismi leksanli qilib tayyorlab beryapmiz. Leksanni ham tayyor qilib kelganmiz. Videoni kuzatib boring. Videoning oxirida narx-navosi va shu joyga nishib chiqqanlar haqida ma'lumot beramiz. Mana xudo xohlasa naveslarimizni ishlarini yakunlanib qoldi. Inshaalloh temir ishlari yakunlandi. Endi faqatgina tepa qismiga mana bu leksanimizni yopish qoldi xolos. Inshaalloh tekis holatda qilib berdik. Oldiga ukloni bor. Pastdan uklonlari videolarda yaxshi ko'rinmaydi. Shuning uchun tepadan sizlarga tushuntirib beryapman. 8 xorlar bo'ldi. Stokadan 8 qilingan. To'planib dombi tepasi qismiga 1,5 metr mindirilgan. Ya'ni o'sha yomg'ir yog'sa, qor yog'sa, shamol bilan hovliga umuman qor-por tushmaydi. Xudo xolasa leksani yopib berib, sizlarga yana bir to'liq ma'lumotlarni berib yuboramiz. Mana ishimizning ikkinchi kunida leksalarni yopish jarayonida video qo'yamiz. Xo'p, leksalarni mana tayyor qilib, hammasini qo'yib, 2-3 dona shurt bilan qotirdikda. Endi to'liq salafanni yechib, to'liq qotiramiz. Leksan haqida ko'p garantiyasi qanaqa ma'lumot so'rashadi. Buni garantiyasini men bermayman. Mana shu joyiga mana 5 yil qilib yozib qo'yishgan garantiyasini, lekin buni men 15 yil ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Shuning uchun leksanlarini xohlagan firmalarni aytishadi. Bu Ski Glass degan firmaniki ekan, rossiyskiy. Aytgan o'zlarini xohlagan variantdagi leksanlardan yopib beraveramiz. Aynan O'zbekistonda bo'lsa, O'zbekistonda topilsa bo'ldi. Narxiga qarab uni raziyasini kelishaveradi, arzonroq yoki qimmatroq leksanlarga qarab. Xo'p, bu hozir leksanimiz 15 yil garantiyada yozib qo'yishgan, lekin biz aytib o'tganimizdek 15 yil bu narsani ko'rganimiz yo'q. 5 yil, 6 yil davomida yopib kelyapmiz hozirgi kunda. Lekin o'shada ham yaxshi holatda turibdi. Kim xohlasa leksan, xohlasa tunuka, buni o'zlarini ehtiyojlaridan, o'zlarini bir tushunchalardan kelib chiqib qilib beraveramiz. Xudo xolasa mokra asfalt svetda salafanlarni yechamizda va sizlarga to'liq obzor qilib beramiz. Videoni kuzatib boring. Leksanni ham xudo xolasa to'liq ustunovkalarni qilib bo'ldik. Endi sizlarga pastdan batafsil ma'lumot beraman. Mana xudo xolasa to'liq ishni yakunlab, ishlarni tugatdik va endi bu yerga ozgina joy qolgan. Shu joyini endi yopishgunicha men sizlarga to'liq obzorlarni qilib beraman. Xo'p, bu navesimiz bir taraf mana ko'rib turgan tomni tepa qismiga o'rnatilgan bo'lsa, bir tarafiga stoyga qo'yilgan va uzunligi 15 metr bo'lgan, oldiga chiqish 4 metr bo'ldi. Xudo xolasa mokra asfalt svet leksandan foydalanganmiz. Leksan haqida ham ma'lumot berdik. Mokra asfalt svet kraskalari bo'ldi, to'liq holatda va stoykalari 8 profildan ishlatilgan 2 stenkasidan foydalangan. Va bu yerga ikkita profil qo'yib bering deydi. Vaqtida mahal gul-pul uzun eksak tarab qo'ygan deydi. Shunaqa guldan qo'yib berdik. Bu variantimiz high-tech uslubda bo'ldi. Umuman gul-pul aralashmagan, faqatgina shu stoykaning yonida ikkitagina guli bor, xolos, ikkitadan. Bu ko'proq high-tech uslub deyiladi. Shuning uchun high-tech variant deymiz. Ko'rib turganingizda, xudo xolasa ishlarimizni to'liq yakunlab egalariga topshirdik. Endi bu naveslarimizni narxi hammaga qiziq. Bu naveslarimizni narxi keladigan bo'lsak, hozir mana shu joyimizga 1 kvadrat metrini 450 ming so'mdan yaqin tayyorlab berdik. Leksanli variantida kimgadir tunukali variant keladigan bo'lsa 400 ming so'mdan ham narxlari tushib qoladi. Kimgadir endi tunuka, kimgadir leksan, hammani o'zini xohishiga qarab tayyorlab beraveradi.
Ha, hovlimizni mana qorong'i qilib qo'ymagan ham. Ya'ni qorong'i bo'lib qolmaydimi deb ko'proq savollar berishadi. Uy egalari yopayotganimizda qorong'i bo'lib qolmaydi deb juda xavotir bo'lishdi, lekin Xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek, umuman uy ichki tarafi qorong'i bo'lmagan, faqatgina salqin bo'lib, umuman oftobni nurlarini tushirmagan holat bo'lgan. Xudo xolasa ishlarimiz vodiy bo'ylab dostavka ustunovkalari bepul. Toshkent voha taraflarga aloqa chiqishadigan bo'lsa, razmerlarga qarab, joylarga qarab dostavkalarga pullar qo'shiladi. Uni razmerlarini aytsak kelishiladi. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, layflardan bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh bundan ham yaxshi ishlarni sizlarga ko'rsatib chiqishga davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu joyimizga hozir to'liq holatda materiallari, usta haqqi, umuman hamma narsalari bilan Lexanlarigacha 24 millionga tashqari tarafda darvozaxonasini ham bor, uni ham hozir ko'rsataman. 24 million so'mga tayyorlab berganmiz. Bu yoqda mana darvozaning tepa qismiga ham osma kaziroq qilib berganmiz. Tashqari tarafdagi navisimiz osma holatda mana shuni variantda qilib berdik. Bu ham gullar emas, high-tech variantidan bittasi. Oldiga chiqish 2.10, eniga 4 metr bo'lgan. Materiallari o'sha qalin materialdan foydalangan, tepa qismi high-tech va mokra asfalt set Lexandan foydalanganmiz. Ichkari bilan bir xil holatda bo'ldi. Aloqaga chiqarsizlar, ishlarni chiroyli holatda qilib bitirib beramiz inshaalloh. Sifatlarga, kraskalarga garantiyalar bor, faqat Lexaniga biz emas, firmaning o'zi garantiya beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu ustalarga ham bitta like bosib qo'yasizlar. Hamma mana shu ishlarni qilgan shu ustalar.